Assalomu alaykum foydali video kuzatib boruvchilari. 5 ga 3 sxemasida ekilgan shoptoli bog'imiz do'stlar mana. Kabelni sug'orish sistema bilan yetishtirilyapti. Bog' tarbiyalanyapti. 4 yoshli shoptolimizni do'stlar. Holatini bitta ko'ringlar-da. Xohlasa 4 yoshda 3-4 kilo hosil ushlash xudo xolasa arafasida do'stlar mana. Bog'imiz juda ham chiroyli holatda tarbiyalanyapti do'stlar. Ekilganiga 4 yosh bo'lgan do'stlar bu shoptoli bog'imizni. Shoptoli bog'imizni sorti Turetskiy Nargis shoptoli bo'ladi. O'sha Lissiylar oilasiga mansub shoptolilardan do'stlar. Kimga buni ishonchli ko'chatlardan kerak bo'lsa, xuddi shuna bog' yaratmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, 99 535 73 20 raqamiga murojaat qilsalaring, ishonchli va sifatli ko'chatlardan xudo xolasa jo'natib beramiz, kerak bo'lsa ekib beramiz do'stlar. Juda ham chiroyli holatda bo'lyapti do'stlar. Turetskiy Nargis shoptolimiz do'stlar. O'sha Lissiylar oilasiga mansub shoptollardan do'stlar. Kabelni sug'orish sistema ham juda ham chiroyli holatda. Endi bu yer dash hisobida ko'chatlarimizni nima deydi? 20-30 tasidan bitta bateriya bo'lgan. Ko'chatlarimiz lekin 100 ga 100 hammasi hosil ushlagan do'stlar. Mana